xizmatkor bolasi uchun nega shuncha qayg'urasan? Buni bolaligimdan bilaman. Onasi shu ahvolga solsa ham e'tibor qilmaydi. Hozir istamasi bor. Kasalxonaga olib borish kerak. Zarar yetmaydi. Yaxshi, mashina keldi. Ana. Hech qisi yo'q. Hozir ahvoling yaxshilanadi. Oyijon. Ahvollari qanaqa? Yo'y xonimning ahvollari yaxshi, allaqachon uyg'ondilar. Ular kuchli siqilishdan qon bosimlari ko'tarilibdi. Bir necha kun dam olsalar, hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat doktor. Xavotirga o'rin yo'q. Yo'y xonim albatta yaxshi bo'ladilar. Yujin seni jarohatlash uchun o'g'ri yo'llagan ishini politsiyaga topshiraymi? Bu safar tinch qo'yaylik. Yo'y xonimni shu ish tufayli yana asabiylashini istamayman. Nima desang shu? Yo'y xonimni ko'rishni istaysanmi? Kerakmas. Baribir Yujin meni kirishimga yo'l qo'ymaydi. Bolaligimda Yo'y xonimni uyini o'z uyim deb o'ylardim, lekin katta bo'lganimda u boshqa birovning onasi ekanini tushundim. Yo'y oilasidan haydab chiqarishganidan beri meni o'z uyim yo'q. Bo'lmaydi. Chan. Men senga oila bo'lay. Nima? Ji Chan. Menga turmushga chiq. Men uzukni ancha oldin tayyorlab qo'ygandim. Aslida bugungi kechada senga turmushga chiqishni taklif qilmoqchi edim. Bunisi uncha rasmiy bo'lmagan ko'rinadi. Roziman. Xo'sh, tayyorlanib bo'ldingmi, xotinjon? Hali turmush qurmadik-ku. Bunday chaqirmang. Nikoh idorasi allaqachon ochiq. Ketdikmi? Juda shoshqaloqsiz-da. Sabrim chidamayapti. Ketdik. Bobo, bu olimpiada masalasi shunday yechiladimi? Bobong senga 2 marta o'rgatdi-ku. Hali ham o'rganib olmadingmi? Biroz sabrli bo'l. Bular o'rta maktab darsliklari-ku. Sen kichkinaligingda dars qilayotganingda men senga sabr bilan yordam berganman. U boshqa davrda. O'shanda men bilmasam, meni rosa urardingiz. Hozir ham shunday. Agar Duduga o'rgata olmasang, seni yana uraman. Yana uraman. Evaragingiz oldida meni urmang, iltimos. Evaragidan xursand bo'lsa bo'ldi. Uraveraman. O'rgataman. Mana senga. Meni chindan ham endi o'z oilam bor. Biz Titianni qattiq xafa qildik. Ishdan haydashmasmikin ish qilib. Unday emas. Tian kichik xo'jayinning onasi bo'lsa ham, janob Tian unga kim bo'libdi? Hali unga uylanishlari aniq emas. Ha, to'g'ri. Janob Tianni o'ziga rom qilib olgan bo'lsa ham, katta janob ham borlar-ku hali. Voy, qaranglar. Janob Tian ijtimoiy tarmoqqa nikoh guvohnomasini rasmini qo'yibdilar. Tabriklaymiz, xonim. Nikohingiz muborak bo'lsin. Qayerdan bildingiz? Janob Tian ijtimoiy tarmoqqa joyladilar, ko'rmadingizmi? Men nikohni sir saqlaymiz deb o'ylagandim. Uni hammaga oshkor qilishni xohlamagandim-ku. Tian, kechagi ish uchun juda afsusdamiz. Biz Jinni bizni aldaganini bilmagandik. Bizdan xafa bo'lmadingmi? Ha, to'g'ri. Biz ham ishonibmiz. Ko'nglingga olma, Til yo'qlamachilar.
Zichang. Direktor Yuy, bu yerda nima qilyapsiz? Sizni kompaniyadan bo'shatishgandi-ku? Men bugun oyimning nomidan Zichangni javobgarlikka tortishni talab qilib keldim. Yujin, yana nima mojaro chiqarmoqchisan? Bu kompaniyaning navbatdagi dizayn loyihasi edi. Oyim uning yarmini bajarib kasalxonaga tushib qoldilar. Zichang, bu ish uchun javobgarlikni o'z bo'yningga olishing kerak emasmi? Menmi? Albatta. Oyimning asablarini buzib hushdan ketkazding. Dizayn loyihasi tugallanmay qoldi. Bunga to'liq sen javobgarsan. Kechagi bazmda Yuy xonim siz bilan urushib, keyin hushdan ketganlar. Nega endi bunda Sen-Senni ayblayapsiz? Sen nimani bilarding? Agar Zichang bo'lmaganida, men oyim bilan urusharmidim, a? Demak, hammasiga u aybdor. Aybni boshqalarga ag'darishga juda ham ustasan. Yuy xonim aslida nega g'azablanib kasalxonaga tushganini hammadan yaxshi bilsang kerak. To'g'ri, kechagi bazmda biz hammasini aniq ko'rdik. Yuy xonim aynan sen tufayli hushidan ketdilar. Sen tufayli Sen-Senni noto'g'ri tushungandik. Endi yana Sen-Senni ayblamoqchimisan? Qanday uyatsizlik? Sizlarga aytib qo'yay, taqdimot indinga. Dizayn bo'limida oyimsiz hammangiz ishdan ketasiz. Hali uning tarafini olmoqchimisizlar? Avval o'ylab ko'ringlar, shunga arziysizlarmi? Ha, bu bizga ham tegishlimi hali, a? Bizni ishdan bo'shatib yuborsa-chi? Albatta bo'shatishadi. Balki kompaniya aksiyalari ham tushib ketar. O'shanda jang guruhi zarar ko'radi va hammasiga Zichang aybdor bo'ladi. Bo'lishi mumkin emas. Zichang, hammasiga sen aybdorsan. Yuy xonimni g'azablantirding. Loyiha ham qolib ketdi. Endi javob berasan. Javobgar sensan. Nimaga qarayapsan? Qaraganing bilan muammoni hal qila olaman deb o'ylaysanmi? Senga maslahatim, yaxshilikchi narsalarini yig'ishtirib, sen guruhidan ket. Kompaniyaning siyosiy xodimi borligidan uyalib ketyapman. Nima bo'ldi o'zi? Mubay aka, men oyimni mana shu yarimchala qolgan loyihasi uchun keldim. Endi oyim kasalxonada, loyihani qolgan yarmi nima bo'lishini bilmaymiz. Balki o'zimni sinab ko'rarman. Balki o'zimni sinab ko'rarman. Eshitdinglarmi? U yana o'zini sinab ko'rmoqchi. O'z fikring bormi o'zi? Men oyim xalqaro darajadagi dizayner. Hech kim uning dizayni mohiyatini takrorlay olmaydi. Bu chala qolgan loyihani ham buzib qo'ymasang bo'ldi. Ha, Sen. O'zingga ortiqcha baho berma. Bu ishda yaxshisi oqibatini o'yla. Tezroq Jindan kechirim so'ra. Uy xonim tezroq qaytib kelsinlar. Sen, chindan ham udalaysanmi? Uy xonim bu loyihasiga juda ham e'tibor beradilar. Unga o'z g'oyalarini kiritganlar. G'oya bor ekan, unda sinab ko'r. Mubay aka, jiddiy aytyapsizmi? Unga o'xshagan havaskor dizayner qanaqasiga oyimning ishini tugata oladi? Nimadir bo'lsa o'zim javob beraman. Bemalol sinab ko'r. Zichang, sen rostdan ham oyimni bir necha kunlik o'rgatishi bilan dizayn istedodini olaman deb o'ylaysanmi? Bu eskizni men ham tugata olmayman. Universitetni ham bitirmagan bo'lsang, sen qanday tugatasan? Sen chizaver, unga e'tibor qilma. Endi nima bo'ladi? Agar u chizma nusxasini chindan ham buzib qo'ysa, biz uy xonimni aniq xafa qilamiz. Unda bizning dizayn olamidagi obro'yimiz bir pul bo'ladi-ku. Janob Sen bir ayol uchun hatto ishni ham xavf ostiga qo'yapti. Mubay aka, siz Sen-Senga bunchalar yon bossangiz, ertami kechmi bu yaxshilik bilan U tugamaydi. meni xotinim. U uchun men javob beraman.
Oyim boshqalar uning mehnatini yo'qqa chiqarishni juda yomon ko'radi. Agar dizaynni eplay olmasa, oyim qattiq asabiylashadi. Chizib bo'ldim. Chizib bo'ldim. Qoyil uchundan ham tugatibdi. Juda yaxshi chizilgan. Bu nima? Qulagan farishta. Juda o'xshabdi. Sen dizayn iste'doding bunchalar yuqoriligini kutmagandim. Shunday ekan, demak biz ishdan haydalmaymizmi? Sen bizning xaloskorimizsan. Sizlar hozirgina qo'lingdan kelmaydi demaganmidingiz? Ikkingiz bir necha bor hamkasbingizga tuhmat qildingiz. Ishdan bo'shatildingiz. Bu qanaqasiga? U oyimni iste'dodini meros qilibdi. Uslubi ham o'xshaydi. Yo'q, oyim bu eskizni ko'rmasligi kerak. Bo'lmasam, hammasi rasvo bo'ladi. Buvay aka, bu uning ishi emas. Oyimga yoqmaydi. Yaxshisi yo'q qilish kerak. Ko'rib g'azablanmasin. Jahli chiqib ketadi-ya. Yo'q. Lekin men eskizni allaqachon Yuy xolaga yubordim. Nima deb o'ylaysan? Ular nima derkinlar? Iste'dodi meros bo'lib o'tadi. Sizningcha Men shuni nazarda tutyapmanki, bizni qizimiz ham balki shunday iste'dodga egadir. Sizlar dizayn olamidagilar. qizim hozir qayerda ekan? Bir ilinj bor-ku. Yana biroz sabr qil. Aytgancha, bu haqda sizingga aytish U kerakmi? hozir ta'sirchan. Yaxshisi, unga hozircha bildirmaganimiz ma'qul. Qizni topganimizdan keyinchi. Qizimizni albatta uyga olib ketishimiz kerak. Uni oldida 20 yildan ortiq qarzdorman. Jin deb tuqqan qizimni xafa qilishimiz aslo mumkin emas. Uni topishimiz kerak. Yo'y xonim eskizni ko'rdilarmikin? Meni dizaynim ularga yoqdimikin? Xotinim Yuy xonim haqida shunchalar qayg'uryaptiki, rashkim kela boshlayapti, to'g'risi. Yo'y xonim javob berdimi? Tezroq ko'rsating. Ishdan tashqari vaqtda xabarlarni o'qimayman. Ha. Ko'rmoqchimisan? Unda qanday mukofot berasan? Endi bo'ladimi? Yetarli emas. Nima deganini aytmadingiz-ku? Sen judayam iqtidorli ekansan. Yoshligimda men ularni dizayn chizganlarini ko'p tomosha qilardim. O'sha paytlarda ulardan o'rganardim. Hattoki shogirdi bo'lishni ham orzu qilgandim, ammo Yuy xonimga shogird bo'lish nasib qilmadi. Xotin, sen hali ham Yuy xonimni o'ylayapsan. Demak, meniki kamlik qilgan ko'rinadi. Davom etaman. Avval Duduni maktabdan chiqdimi yo'qmi tekshirib kelay.
Eshitishimcha, yana kompaniyaga borib xonimni noqulay ahvolga solibsan. Zityanchang, bunga qanday jur'at qilding? Ha? Uy xonim senga shunchalar yaxshi munosabatda bo'lsalar-u, sen uning qiziga shunday qilasanmi? Yujinni o'zi aybdor. Buni menga aloqasi yo'q. Sen ona bolaning yaxshi munosabatda bo'lishini ko'ra olmaysanmi? Ataylab bularning orasini buzmoqchimisan? Boshqa ishingiz yo'qmi? Bo'lmasa men ketaman. Ketmaysan. Hoziroq ishdan bo'shaysan. Bundan buyon kompaniyaga xonimni ko'rgani kelmaysan. Xonimni xafa qilma. Yuy xonim bilan samimiymiz xolos. Yujinni o'zi ta'sirchan. Nega ishdan bo'shashim kerak? Chunki men seni onangman. Unutmang, biz ancha oldin munosabatlarni o'zganmiz. Mendan biror narsa talab qilishga haqqingiz yo'q. Zityanchang, meni tan olmasliging mumkin, lekin unutma, o'shanda o'zingga zarar yetkazganingda kim seni qutqargan? Sen hozir ularning ona-bola munosabatlariga putur yetkazyapsan. Yaxshiliklarini unutib qo'ygan ko'rinasan. Zityanchang, agar o'shanda xonim bo'lmaganida sen allaqachon yo'q bo'lib ketarding. U seni qutqardi. Sen hayotingni saqlab qolgani uchun minnatdor bo'lishing kerak. Balki chindan ham yashashim kerak emasdir. Chan-chan senga nima bo'ldi? Tezroq yordam beringlar. Tez yordam chaqiringlar. Esingda tut, nima bo'lishidan qat'iy nazar, sen yashashing kerak. Toki tirik ekansan, umid bor. Esladingmi? Hali ham ishdan bo'shashga rozi emasmisan? Chindan ham xonimdan qarzdorman. Lekin o'shanda nega o'zimga zarar yetkazganimni bilmaysizlarmi? Kim meni so'roq qilsa ham, lekin meni siz so'roq qilishingizga sira haqqingiz yo'q. Menimcha, sen ilonni yog'ini yalagansan. Javob qaytarishni istamaysan. Aslida o'shanda xonim seni qutqarmasligi kerak edi. O'z xoningga tashlab qo'yish kerak edi. Ha. Siz anchadan beri o'limimni kutasiz, lekin taslim bo'lmayman. Meni hayotim hech qachon boshqalarning qo'lida bo'lmaydi ham. Qizim, agar ishdan bo'shashga rozi bo'lmasang, bugun nima bo'lishidan qat'iy nazar seni qo'yib yubormayman. Qo'yib yuboring. Tegma! Xotinimni xafa qilishga qanday jur'at etding? Yana uyimning ostonasida. Janob Chang, yo'q, unday emas. Men shunchaki uni... Bema'ni gaplarni yig'ishtir. Yana bir marta Chanchangga yaqinlashganingni bilsam, oyoqlaringni sindirtiraman. Butun hayotingni do'zaxga aylantiraman. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol dedim senga. Yo'qol! Oy. Qo'rqma. Bugundan boshlab seni ishga qo'riqchilar olib borib qo'yishini buyuraman. Boshqa ayol senga yaqinlashishiga yo'l qo'ymayman. Rahmat. Nimaga rahmat? O'shanda og'riganmidi? 8 yilgi voqeani unutib yuborganman. Lekin menga og'riq beryapti. Siz Azizam, barcha o'tmishni unut. Agarda jahling chiqsa ayt, norozi bo'lsang stolni ag'dar. Men yoningdaman. Hech kim senga qo'l ko'tara olmaydi. Salom Sunyuy. Bir qiz topildi. Mehribon, kuchli va nozik. Onasi uni juda yaxshi ko'rsa kerak, shundaymi? Janob Tsian, tunda bunday maqtanmang. Yuy xola Chanchangga yaxshi munosabatda bo'lishi bilan Yujin